Ozgina Wi-Fi'ingizdan foydalanganimni ko'rolmasa o'chirib qo'ydingiz tezda. Siz eslatyapsizmi? Parolni qayerdan bildingiz? Eslang, o'tgan hafta. Telefoningizdan bitta telefon qilib olay dedimda, olib turib, skaner qilib oldim. Ha, endi qo'shni sizlar yaxshiroq ishlatinglar deb Uztelecom 200 minglik tarifga yo'lanyapman. Yo'q, maza qilarkanmiz, qanaqa tarif ekan? Aka kechirasiz, o'zim tushuntirib bersam bo'ladimi? Mayli. Aka Uztelecomni 200 minglik tarifga yo'llanadigan bo'lsangiz, sizga Wi-Fi router hamda 100 metr kabel mutlaqo tekinga taqdim etiladi. Yo'q. Agar 200 minglik tarifga yo'llanadigan bo'lsangiz, Uztelecom tomonidan sizga SIM karta taqdim etiladi. Har Wi-Fi ga to'lov qilganingizda SIM kartangiz uchun 20 GB internet, cheksiz muloqot, undan tashqari 1000 ta SMS tekinga taqdim etiladi. Agar damashingiz bo'lsa, uni mutlaqo o'ylamasangiz ham bo'ladi. U teppa tekin. Shuncha sharoit qanday? Uydagilar ham buncha sharoit bermagan manga. Aka, bu ham hammasi emas. Telekom TV bo'lsa, sizda 120 dan ortiq kanalni mutlaqo bepulga ko'rsangiz bo'ladi. Agar xohlasangiz, sizni ham 100 ga o'rnatib beramiz. Yo, kerak emas. Bitta padezga bitta internet yetadi. Ota-bobolarimiz bitta mayizda 40 ga bo'lib yeyishgan. Mayli, tushunarli. Aka qarang, agar qo'shningiz siz Wi-Fi orqali mumkin bo'lmagan saytga kirsa, javobgarlik siz bo'yningizga qolib ketishi mumkin. Yo'q. Qo'shni bo'lmasa men parolni o'zgartiraman, sog' bo'lasiz. Yo'q, unaqa qilmayman. Ular saytga kirmayman, men qash qilmagan ko'raman xolos qo'shni. Bu qo'shni parolni o'zgartirib oldi. Yomon pastda qo'shnilar. Bir ketsa ketsin, o'zim o'rnataman. Menga o'rnatib bering, aka.